Do'stlar, sizlar uchun bizda yangi loyiha, ya'ni ha yo'q o'yini. Mana shu yerdagi Koinot Kavsar olamida dam olayotgan dam oluvchilarimizdan ha yo'q o'yinini o'ynab o'tamiz. Yutgan dam oluvchimizga 50 ming so'm pul miqdori bor. Qani ketdik. 3 daqiqa mobaynida ha yoki yo'q deb qo'ymaysiz. Improvizatsiya, men ham tayyor emasman bu shartga. Opamiz bilan o'yinimizni boshladik. Vaqtimiz 3 daqiqa. Qani operatorimiz boshladik. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mikrofon bo'shalar. Assalomu alaykum. Qayerdan keldingiz? Toshkent viloyati Oqqo'rg'ondan. Juda yaxshi. Ikkinchi marta kelishingiz-a? Kelyapman. Savollarga tez-tez javob berasiz. Kelyapman. Ikkinchi marta. Ikkinchi marta kelishingiz. Qalay, sanatoriyamiz yoqyaptimi? Zo'r. Muammolar yo'qmi axir? Muammolar juda yaxshi. Yaxshimi? Tavsiya qilishga arziydim. Arziydi. Ovqatimiz yoqyaptimi? Yoqyapti. Kim bilan keldingiz? Qaynonam bilan. Qaynonangiz bilan keldingiz. Xo'jayin kelmadi? Yo'q. Yo'q. Voy! Assalomu alaykum. Assalomu. Yaxshimisiz? Qayerdan keldingiz sanatoriyamizga? Toshkentdan Toshkentdan keldingiz. Birinchi marta kelishingiz-a? ko'p kelaman. Ko'p. Bir yilda Bir marta. bir marta kelasiz. Bizning sanatoriyamizda birinchi marta. Kim bilan keldingiz? Oilam bilan. Oilangiz bilan keldingiz. Xo'jayin ham keldimi? Yo'q. Yo'q. Voy! Tayyormisiz? Boshladik. To'g'ri, qayerdan keldingiz? Buxorodan. Buxorodan bir o'zingiz keldingiz. Sherigim bor. Sherigingiz bilan keldingiz. Birinchi marta kelishingiz-a? Ko'p marta kelganman. Ko'p marta kelgansiz. Biz sanatoriyaga, Chimyon Chashmasiga. Chimyon sanatoriyasi, katta sanatoriyada kelganman. Ha, katta sanatoriyaga emas. Biz sanatoriyaga Bu yerda birinchi birinchi marta kelishim. birinchi marta kelishingiz. Qalay, shikoyatlar yo'qmi axir? Shikoyat bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Ha, ovqatlarimiz yaxshimi? Yaxshi. Kim bilan keldingiz? O'rtog'im, turmush o'rtog'im bilan. O'rtog'i sog'lig'i yo'q bu yerda. Pechene olyapti. Ichini olyapsiz. Qachon olasiz? Obeddan keyin. Albatta, hozir ichini daysiz-ku. Yana dam olib yana olamizda. Yaxshi. Farzandlar nechta? 4 ta. 4 ta. Ikkita o'g'il, ikkita qiz, a? Shunday Shunday. Hammasini joylaganmisiz uylab? joylab qo'yganmiz. Ha, nabiralar nechta? 8 ta. 8 ta. Mashalloh, juda yaxshi. Xolam qani? Xolam olib kelmadingizmi, yo'qmi? Pechene olyaptilar deyapman-ku. Hozir o'rtog'im bilan dedingiz-ku. Turmush o'rtog'ingiz bilan, a? Turmush o'rtog'im bilan kelganman. Juda yaxshi. Shikoyatlar bo'lmayaptimi? Bo'lmaydi. Ha, xolamga yoqyaptimi? Yoqadi. Nimaga xolam bilan keldingiz? Davolanish uchun. Davolanish uchun. Ha, zeriktirmayaptimi axir? Yo'q, zeri. Ko'rib turganingizdek bizda g'olib aniqlanmadi. Videoni davomini ertaga ham o'ynaymiz va qo'yib boramiz. Bizni kuzatib boringlar, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Koinot Kavsar olami sanatoriyasi sizlar uchun doimo xizmatda.